Növbətdə yaşla məzi bezi yallığı, məni suyub ketiş, cinsi acizlik səbəbindən hər xil hormonluq məhsullatlar bilan özünün bədənini buzub çırmab kelyaptıdı. Gerçi Malayziyanın şəhvətni qo'zg'atuvchi hasilining hormon qıtılgan adamni zəhərləydigan əxlət məhsulat ikənligini bilsimi? Atalmış Amerikanın Uyghurning erkishini kadın chiqirdigan yushirin qatil ikənligini bilsimi? Sağlamlığını doğru tikib, şəhvətni qo'zg'atuvchi hormonluq məhsulatlar bilan canini can etib kelyaptıdı. Bu hal vaqtning o'tishiga ergishib, yoshlarni zaifani nimjon qilib qo'ydi. Hatto ba'zi yoshlarni xinimlashish yo'liga mang'izib qo'ydi. Hatto ba'zi yoshlar qat'iy ayoli bilan muhabbati bilan chatqi yo'q, rohiblardekli bo'lib qoldi. Bu masalaning mohiyatlik sababi nima? Nihoyat aniqki, ichimlik yoshlarni tugashtiryapti. Quyuq ximiyalik moddalardan tashkillangan Shangjing puroqliq material, Beijing tamtangshiguvchi material, Seijing rang tangshiguvchi materiallar bilan butunlay ximiya tajribaxonasida ishlangan Aşı asli meyvelerinin şupke hatta postunu ölçüge almagan atalmış atalgılar bilan mahsulotlar bilan hech qanday munosabati bo'lmagan saxta mahsulotlarning ichimlik orqali vujudimizga singib kirishi yoshlarni mana mushta zaifona qilib qo'ydi. Qanday qilish kerak? Cho'qim Junxo millatining choy madaniyatini hayotimizga singdirishimiz kerak. Jungu chayi butun dunyoga dangliq. Uyg'ur choy madaniyati Junxo madaniyat g'azinasiga bebaho go'har. Ötmüşte dokmuşlarda Uygur doğru çayxanları bo'lgan. Uygur xalqi o'zining aql parasti ve muşu diyardan chiqayotgan yalpoz, pinna, muşu diyarimizdan o'sib chiqib, bizning mizojimizda tanishishimizga faol yordam bera oladigan arpa badiyanga o'xshash materiallardan nihoyat xushpuroqlik, doğruluq çaylarni tanishib, issiqchanlarga sovuq tabiatli çaylarni, sovuqchanlarga issiq tabiatli çaylarni, hatta yürekni quvvatlash cheyi, börekni quvvatlash cheyi, mingni quvvatlash cheyi, hazmni yaxshilash cheyi degandek choy madaniyatini umumlashtirib, dokmuşlarda çayxona orqali xalqqa mulozimat qilgan bo'lg'achqa, u davrda qonda yuqori emas, odamni semirib ketmaglik, qon shakari o'rlab ketmaglik, qon besimi yo'q, umuman uzun ömür ko'rgan. Shunga xalqimizda koni zavodning odamlari, yangi zavodning odamlari deyişe, koni zavodning degani tabiiy yemekler, tabiiy ichimliklarni ichganlar. Yangi zavodning degani axlat yemekler, sun'iy ichimliklarni ichganlar. Zavod o'xshash. Zavod ashu baliyatqo. Chiqargan zavod o'xshash, lekin zavoddan chiqqandan keyin kishilarning iste'mol odati o'xshamaslikka asosan yangi zavodning koni zavodning bo'lib qoldi. Hozir hamda butunlay yangi zavodnikiga olmish bo'ldi. Shunda bo'lg'achqa, shu yangi zavod kishilarni qanday parvarish qilish kerak? Cho'qim sog'liqning badandagi ta'sirini tozalash uchun udun, oltin yaprak, zo'qlan iksirini turmuşimizdan kam qilmasligimiz lozim. Bu zafarning rolidan foydalanib, namlikni yo'qitib, börekni quvvatlab, badanning ichki harorat bulug'i bo'lgan yurakni illatish, börekni quvvatlash orqali qonni jonlantirib, sovuqdan bo'lgan turli illatlarni sizdan yiroq qilib, hayotingizni baxtiyorlik ichida sog'lom turmushga ega qilishingizda, ömrünüzü uzatışınızda intayin muhim rol oynaydı.